Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yana Telegram savol javoblarimizni davom etamiz. Bizda yana bir qiziqarli savol bor, o'qib eshitiraman. Assalomu alaykum doktor, yaxshimisiz? Qizim yoshiga to'lmagan, 9,5 oylik, qabziyati bor. Gastroenterolog назначениялari foyda bermadi. Barcha surgi dorilarni ham berib ko'rdik, ta'sir qilmayapti. 3 sutkada juda ham kuchli kuchanish, yig'i va terlab axlat chiqaradi. Siz ham biror maslahat bering. Albatta bu holatda juda ham ko'p narsalarga e'tibor berish kerak. Sizni gastroenterologingiz bolani umumiy qon tahlilini, gemoglobinlarni ko'rish kerak. Birinchi navbatda, keyingi navbatda bolani umumiy ratsionida ovqatga to'yyaptimi yoki to'ymayotganiga e'tibor berish kerak. Bundan keyin asosiy kasallik ichak kasalligiga qaratish kerak. Buni rentgen, kontrast orqali rentgen tekshiruvi o'tkazish kerak. Bunda Grishpiron degan kasallik bor, ichaklarni kengayib ketishi. Agar ichaklar kengayishi bo'ladigan bo'lsa, surgi dorilar ta'sir qilmaydi. Endi bu holatda biz axlat analiz topshirish kerak. Unda shamollash yoki boshqa holat borligini ko'rib, назначение muolajalarni olib borish kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat.